Agar uyda ishingiz ko'p, lekin sizga tez tayyor bo'ladigan blinchik retsepti kerak bo'lsa, bu retsept aynan siz uchun. Iligan sutimizga hamma ingrediyentlarimizni bittada solamiz. Manda tuxum, tuz, razrıxlitel, tabga ko'ra o'simlik yog'i, ozgina shakar va un. Hamma ingrediyentlarimizni eng katta skorostda yaxshilab mikser qilib olamiz. Eng asosiysi, taomimiz qanchalik qizigan bo'lsa, blinchiklarimizni teshiklari shunchalik ko'p bo'ladi. Qo'rqmasdan blinchiklarimizni hash-pash deguncha pishirib tashlashimiz mumkin. Xoliseli nachinka bilan xoliseli o'zini iste'mol qilishingiz mumkin. Qizlar, ishonmaysizlar, hayotimdagi eng ishonchli retseptlardan bittasi. Uydagilarimni oddiy blinchik bilan hayron qoldirish maqsadida ustidan banan, klubnika, nutellalarni qo'yib dekor qildim. Qarabsizlarki, chottoni vaflisidan umuman farq qolmadi. Hammalarga bir marta bo'lsa ham aynan shu retsept asosida blinchik tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilib qolaman. Mazasiga prosta gap bo'lishi mumkin emas.